Ko'pchilik talabiga binoan bu safar Gentra, Nexia, Cobalt mashinalarida qo'llaniladigan MPI motorni ozgina chuqurroq tahlil qilamiz va bu orada MPI ning yangi versiyasi bilan ham tanishamiz. Bilamizki, MPI benzinni jidaga o'xshab tejab ishlatmaydi. Sepilgan benzin bilan kamerada yongan benzin hajmi bir-biriga mos bo'lmaydi. Ya'ni shu sepilgan benzin havo portlari devorlarida oz miqdorda qolib ketadi. Benzinning juda kam qismi nam ob-havolarda kondensatga aylanadi. Agar benzin yaxshi yonmasa, mashina o't kuchi kamayishiga olib keladi. Xo'sh, MPI da o't kuchi nima uchun kamayadi? Chunki injektor silindr kamerasidan uzoqroqda joylashgan. Bu xuddi butilkadagi suvni og'izdan tashqarida ichishga o'xshaydi. Shuning uchun aniqligi kam bo'ladi. Lekin MPI ni yo'qligini tejashda yanada takomillashgan varianti ham mavjud. Bu SVI, ya'ni Sequential Fuel Injection deb nomlanadi. Bu ikkala injektor tipi bitta pozitsiyada joylashgan bo'lsa ham, MPI da, masalan, dvigatel 4 ta silindrga ega bo'lsa, 4 ta injektor ham benzinni bir paytda sepadi. Lekin SVI da har bir injektor ketma-ketlikka amal qilib benzinni sepadi. Ya'ni havo klapani ochilishi bilan havo benzin aralashmasi ichkariga kiradi va bu orada portion eng yuqori nuqtasidan pastga qarab harakatlanishni boshlagan bo'ladi. SVI injektorlar faqat mana shu klapan ochilishi bilanoq sepadi. Qolgan payti esa tinch turadi. Bu safar kim qanday fikrda? Bizning mashinalar MPI dan foydalanadimi yoki uning yangilangan versiyasi bo'lmish SVI mi? Fikrlaringizni kommentda kutib qolaman. Ko'rishguncha xayr.